Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve min vala. İmam Bukhari rahmetullahi aleyhinki Sahih Bukhari namlı kitabıda biz bugün kitab-ı teyemmümle başlayımız. Bu hafta Allah subhanahu ve teala Kur'an-ı Kerim'de şundaq deydi: Estaizu billah. فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ. Asli bu ayetteki bir şey bu namaz hakkında kelip başlangan. Mesela ya eyyuhellezine amenu iza kumtum ile salat degan oyatdan boshlangan. Ammo bu oyatning oxirgi tarafidagi Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi bu yerda tayammum munosabatlik yerini o'zi bilan bob shaklda manbaniki eng birinchi darajalik manba bo'lgan Qur'oni Karimdan dalil kelgan tayammum haqida. Bu oyatda Alloh subhanahu va taolo shunday deydi: agar sizlar suv topolmagan ahvol ostida sizlar pokiz to'piq tayammum qilinglar deydi. Tayammumniki asli ma'nosi bunda maqsad, nishon degandek ma'nolari bor. Shuni ko'ngil pukish degandek. Bu yerda ya'ni pokiz to'piqni ko'nglingda shuni bir pokizlik yoki shu to'pini, tuproqni maqsadlab shu pokizlik yoki tarat niyatida shuni maqsad qilinglar degan bo'ldi. Shu to'pidan qo'lingizga va o'zingizga yoki qo'linglarni va o'zinglarni shu to'pi sukanglar yoki surtinglar. Tayammumniki yo'lliq ekanligi shariatda Qur'oni Karimdan, hadis Rasulullohdan, sahobalarniki qilmishlaridan umuman bu ijmo, ya'ni birdeklikka ega bir masala bu. Ummatniki bir ittifoqiga birdeklikka ega masala. Şoňlaşga Imam Buxari rahmetullah alayh bu tayammum babını başlagan wagtynda awwal ayetden delil kılýardy. Birinji menbe, ikinji menbe hadisden delil kılýardy. Ondan başga sahabalarnyň sözlerden, ulemalarnyň türlük sözlerden bu delil kıldy bu. Bu hemde 334-nji numaraly hadis Imam Buxari rahmetullah alayh bizge Abdullah ibn Yusuf hadis sözlep bergen edi deydi. Bu hadisga Abdullah ibn Yusuf degan kishiniki tarjimani başta ötken. Abdullah ibn Yusuf et-Tenisi deb başta ötken. Bu İmam Buxori'ninki büyük ustazlardan biri. Bu kişiye de bizge Malik haber bergen dedi. İmam Malik rahmetullahi alayh bu. İmam Malik rahmetullahi alayh Abdurrahman ibn Qasim degan kişi riwayat qilgan. Bu zat bolsa öz döwürdäki tabiin, kichik tabiinlar qatarına kirdi. Öz döwürdäki dаңlyk muhaddislarniki biri. Hijriye 56-njy ýyly tugulup, Hijriye 126-njy ýyly dünýäden ketken. Bu kişiniki nesebi Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Öz zamanysyndaki büyük muhaddisler qatarında bu kişiden köp kişiler hadis riwayat qilgan. Mesela Şubat ibn Hajjaj, Sufyan es-Sevri, El-Evza'i, İmam Malik, Sufyan ibn Uyeyne, Eyyub Sekhtiyani degan bularning hammasi tarjimal başda ötken dаңlyk muhaddisler öz döwürdäki. Muşu dаңlyk muhaddislarniki ustaz boldy bu kişi. Özüninki köp hadis riwayat qilish bilimi bilen ve şundaqla taqwalygy bilen öz döwürde näçe meşhur bolgan. Ulemalar hadis ulemalar bu kişini işençlik dep tariflegen. Mesela İmam Ahmed bin Hanbal, İmam Nesai rahmetullahi aleyh. Hatta İmam Zahibi rahmetullahi aleyh bu kişiye baha bergen wagtda hüccet, taqwa, imam, faqihun nefs dedi. Nefsinin faqisi dedi. Yani insanın şu karakteri, hususiyetlerine qarap, şunu derhal bilip, şunun qarta fatwa, diagnoz qo'ya oladigan shunday kishi edi. Şevketine ait yuqori adam degan. Hatta Sufyan ibn Uyeyne öz zamanındaki en dаңlyklaridan biri dep tariflegen. Bu zat bu hadisi özüň dadysi riwayat kılýardy. Dadysi Qasim ibn Muhammad ibn Abu Bakr Siddiq. Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu'niki nevrs boldy. Bu kişi Qurayş kabilesinden, undaqda Taymi cemaatinden. Öz döwürdäki şu dаңlyk muhaddisler qatarında sanalgan kişilerden biri. Hatta tabiinlarniki işençlikleri, tabiinlarniki kattalardan edi. Öz döwürdäki ilim, edep, ahlak, fıkhi müşahetde bekbuna etti. Evzel, söýümlik adam edi. Şundakla şu Medine'deki 7 faqihniki birisi hesaplandy bu kişi. Hatta öz döwürdäki ulemalar bu kişini süpetlige wagtda şu ümmetning en katta faqihlerden degендek näçe büyük ýütük namlarını bergen.
Özünki hadislerinin köplüğü, taqvodorligi, faqihligi, olimligi, shon shavkatning yuqurligi va ishonchlik degandek nomlarga erishgan buyuk bir alloma. Madinada tarixda iz qoldirib ketgan, tarix betiga yezilib ketgan, hatto bular haqida qo'shoqlar to'qilganda mushu 7 faqih va 7 faqihninki birisi mush kishi, mushu zot. İmam Buxoriy rahmetullohi alayhiniki deyishicha bu odamniki islom tarixida ilmiy jihatdan qo'shgan tuhfalaridan 200 dek hadisni rivoyat qilib qoldirib ketgan deydi. Bunda bo'lishi qandami bunda bo'lmasin. Bu chunki nurg'un katta sahobalar rivoyat qilgan. Oysha onamiz deymiz, hammasi bo'ladi. Abdulloh ibn Abbos deymiz, Rafi ibn Xadij, Abdulloh ibn Umar qatorliq Abu Hurayra radhiyallohu anhu qatorliq shu buyuk sahobalar rivoyat qilgan. Bu buyuk Oysha onamizni rivoyat qilyapti. Oysha onamiz payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning muborak suyimlik ayoli. Bu ayol deydi, biz payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan ba'zi safarlarga chiqqan edik deydi. Biz Beyda degan o'rinda bo'lgan vaqtida yoki Zatil Jish degan o'rinda edik deydi. Bu Beyda bugungi kunda shu Madinadan Makka qarab chiqqan vaqtimizda Zulhulayfa deydigan bir joy bor. Abyar Ali deb nomi bor. Bu joyda hojilar ihrom bog'lab mangdi. Ihrom bog'lab andan Makka yuzlanadi. Mayli haj, mayli umr qilish uchun. Bu Zulhulayfa degan o'rin oyoqlashgan paytda g'arbiy tarafda Beyda degan o'rin bor. Beyda degan asli naytda tuz joy degan bo'ldi. Tuz joy degan bo'ldi. Ya'ni bu taxminan shu bu Makkaningki Koni yo'lga joylashgan bo'lar. Makkaga boradigan Koni yo'lga joylashgan bo'lar. Hozirgi yangi yo'llar Koni yo'lining oraliqi jiq farq qilmaydi. Shu Koni yo'lda borgan vaqtida Zulhulayfa masjididan, shu hojilar ihrom bog'laydigan masjiddan taxminan 7 kilometr atrofida. Undaqda shu Madinaga 30 kilometr, 25 kilometr yo 30 kilometr doiradagi rayonda mush o'rinda bo'layotgan voqelik. Shu o'rinda mening bir zanjirim ya gilabkam tushib qoldi deydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shuni izlash uchun shu yerda turdi. Endi boshqa kishilarmi, sahobalarmi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamlar shu joyda to'xtadi. Shu vaqtda paytda suv yo'q ekan deydi. Atrofda hech qanday suv yo'q yaqinda. Kishilar Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuning huzuriga kelib bildiki, Oyshaning qilgan ishini qaramamlar. Payg'ambarimiznimi, boshqa kishilarnimi hammalarni bu yerda to'xtatib qo'ydi. Ya suv bo'lmasa bu yerda dedi. Amaliyot ularning o'zimi safarda elib olgan suv yo'q. Chunki Madinaga yaqinlab qolganda bularning kelish. Abu Bakr keldi dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam beshini yutam qo'yib uxlab qolgan edi dedi. Aysha'miz aytdi. Abu Bakr Siddiq dedi-da, payg'ambarimiznimi, boshqa butun jamoatnimi o'shasini sababidan to'xtatib qo'ydingmi? Suv bo'lmasa, ya bu haqda suv bo'lmasa, ya bu joyda suv bo'lmasa dedi. Oysha onamiz dedi, Abu Bakr meni man kayib qoldi dedi. Dadasini dedi. Shunlashgan yerda kayigan holatlari bo'lg'achqa, amaliyotda bunda bir odatda masalan o'zining qizi biroz xapulab qolgan bo'lsa yoki g'amlik bo'lib qolsa, asli bu yerda ko'ngil bo'lishga tegishli joy bu yerda. Ammo Abu Bakr Siddiq o'xshamagan holatda sen koyig'andika bu Rasulullohni shunda yaxshi ko'rgachga, bu Rasulullohni shuning sababidan bir yerda to'xtatib qo'yding deb, Rasulullohga bo'lgan muhabbat tufaylidan qiziga sen koyig'anlikdan bu yerda bu dadam men koyib ketdi demay, Abu Bakr men koyib ketdi deb davat. Hatto deydigan bir mo'j gaplarni deb ketdi dedi. Hatto mening shu beqinimga qo'li bilan noqib ketdi-da. Men payg'ambarimizni yotamda uxlayotgandan keyin men u ham bu yoqqa medirlamaydim dedi. Jim turatdim dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shu tong atganda uyg'ondi. Suv yo'q. Hech suv yo'q. Shu munosabat bilan Alloh subhanahu va taolo tayammum oyatini tushirdi. Tayammum qilinglar deb buyruq keldi. Shuning bilan Usayd ibn Huzayr degan sahoba mundoq dedi. Usayd ibn Huzayr mush Aws qabilasiniki oqsoqoli. Chunki dadasi shu qabilaniki oqsoqoli bo'lgan. Buni sevimlik sahobalarniki biri. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga zo'r kuch bergan. Shunlashqa Janob Rasululloh bu kishini ko'p maqtagan hadislari bor. Hatto Abu Ubayda, Muaz ibn Jabal, Usayd ibn Huzayr, bu Muaz ibn Amr ibn Jamuh bular nimga yaxshi erlar, nimga yaxshi kishilar degandek payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bularga rahmat aytgan. Hatto payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'lib ketgan, ya'ni Saqifa kunisi shu
Ensarilerle muhacirler arasında hilafet meselesinde biraz kilişenmez yüz bergen. Her taraf özünki ictihadi nezaresi boyunca. Bu mesele neymiş? Evs kabilesinden boğan şu ensarlardan boğanmış Usayd ibn Huzar degan kişi keskin gepi bilen Peygamberimiz muhacir idi. Resulullah'ın halifesi muhacirlardan buluş gerek. Dep bu meseleni kesip lan bu beyetin başlığı adam bu. Şu kişi davetinde bu gapni. Ya Abu Bekir ailesi bu sizlarning tunji berkitinglar emas bu deydi. Yani sizlarning sebebinizdan bu tayemmum ayet tushib bu asallık yüz berdi. Bu sizlarning bu berkitinglar bu tunji berkat emas, uningdan burun nurgun berkatli bo'lgan sizlarning oilangizda deydi. Sizlar sabablik nurgun asallıkla yüz bergen İslam'da demekde. O Ayşe hanımız şundaq deydi. Men oltağan tögünü, mingen tögünü şundaq qo'zg'atibdi. Heliq gilapga şunun tigidi ekan, astida ekan deydi. Endi bu voqea yüz bergen tarix haqida ulamolar orasida xilma-xil ko'z qarashlar bor. Bir qism ulamolar bu Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shu Bani Mustaliq g'azotida qatnashgan vaqtida tuhmat voqeasi yuz bergan vaqtidagi voqeaning bir qismi shu deb qarag'anlar bo'lgan. Lekin asosan ko'p qism ulamolar bo'lib, masalan Anvar Shah Kashmiriylar va buningdan boshqa muhaqqiq ulamolar bu masala boshqa g'azotlarda yuz bergan deydi. Chunki Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu qizni noqib turib ve kızım davamlıq müştü seferde müştü bizge qiyinchilik tug'diramsa deb shundaq deb kayg'anligi orqali bu voqea ayrim safarda bo'lgan. Tuhmat bo'lgan safardimi o'zing gilab kutsin zanjirsin tushirib qo'ygan, mavu safardimi zanjir tushib qolgan deydi. Hamda 335-numaralı hadise İmam Buxoriy rahmetullohi alayh bizga Muhammad ibn Sinan hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu zat Muhammed ibn Sinan el-Avqi el-Bahili namı ile meşhur. Özü Besir'ninki nayette dağınık meşhurlardan. Hicriye 223. yılı ölüp ketkenlik hatırlangan. Hadis ilmida bu adamninki nayette rastgel, mezmut, şencilik degandek namlarga erişkenlikka qayd qilingan. Bu kishiniki shogirdlaridan İmam Buxoriy rahmetullohi alayh, Abu Davud, İmam Muhammed ibn Yahya az-Zuhali qatorliq öz davridagi dağınık muhaddisler bu kişiden hadis rivayet kılgan. Hatta İmam Buxoriy rahmetullahi aleyhinin kitabında 23 tane hadislere muş kişinin namıdan rivayet kılganlığı hatırlangan. Demek bu İmam Buxori'ninki büyük ustazlardan sanılır. Hem de bu zat deydi bizge Huşeym hadis sözlep bergen idi deydi. Bu Huşeym ibn Beşir ibn Ebi Hazim namıyla meşhur. Özü şu Afganistan'daki Belah'tın. Bəzilərtiki Buxaralık idi dep bu. Belah mı bugünkü Kabul'a joylashgan edi. Bu adamniki tuğan keyinki davrda makallaşgan joy Irak. Irak'ta joylashgan. Tug'ilgan vaqti 104-yil tug'ilgan Hijriyaniki. 181-yillar atrofida Bag'dod o'lib ketgan. Bu kishini ulamolar o'zi ishonchli muhaddisdi, ammo tadlis qilatdi deydi. Tedlis degan bu şu hadis ilmidagi bir xil atalg'u. Biraz hadisniki sübtiga azroq ta'sir ko'rsatadigan bir ayiblik atalg'u bu. Lekin bu odamniki şu o'zining dağınıq katta hafızlığı, rastchilligi, ondan başqa ishonchliklari qatorliq hadis ilmidagi ijobiy nomlari bekrak g'olib bo'lg'achqa, bu odamning o'z davridagi dağınıq katta hafiz muhaddislardan, imomlardan deb qaralgan. Bu kishining nurg'un hadislari o'zimizning şu hadis kitaplarında saqlanib qolgan. Mesela Sunan Tirmizi, Nesai, Abu Davud, Sahih Muslim, Sahih Buxoriy qatorliq hadis kitaplarında asosli bu kishining ko'p hadislari bor. Hamda İmam Buxoriy rahmetullohi alayh bu hadisni yana bir ustozlar rivoyat qilyapti-da. Bir ustozlar rivoyat qilib, Muhammad ibn Sinan degan ustozlar rivoyat qilib, bu shemga kelib to'xtab, İmam Buxoriy deydi. Menga Said ibn Nazir hadis so'zlab bergan edi deydi. Said ibn Nazir mi İmam Buxoriy'ninki büyük ustazlarının biri. Bu kişi şu Amul degan hozir şu Türkmenistan'daki Merv bilan Buxara'nın aralığındaki Ceyhun Derya, şu Amul Derya atrofidagi bir joy hamdi. Bu yerda şu Buxaraga o'xshash katta zo'r o'limalar chiqqan bir jutniki biri. İmam Buxoriy deydi, menga Said ibn Nazir hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu zat bu ishonchlik namıga erişken katta muhaddislerden 234-yili ölüp ketken. Bu vaqtda ulamolar yaxshi baholarni berib ishonchlik deb sifatlagan. Bu kishininki ustozi Hushaym degan kishi bu. Bayatdan hadis o'tgan. Bu odamning İmam Buxoriy hadis rivoyat. Bu kishininki Sahih Buxoriyda 2 hadisi keltirilgan. Bu Said degan kishi deydi, bizga Hushaym xabar bergan edi deydi. Undaqda Said kimi Hushaym, Muhammad ibn Sinan'ga Hushaym
rivoyat qilgan bu hadisni. Demak, Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi bu hadisni bu yerda ikki yo'l bilan rivoyat qilyapti. Biri Muhammad ibn Sinan tarafdan, biri Said ibn Nazr tarafdan. Lekin bularniki ustozi yana ikkilaylarning ustozi Hushaym tutishdi. Bizga Hushaym xabar bergan edi. Hushaym deydiki, bizga Sayyor xabar bergan bu hadisni deydi. Sayyor degan kishining ismi Sayyor ibn Abi Sayyor nomi bilan mashhur. O'zi Basrningki donliq muhaddislarining biri. Hijriya 122-yili Vasit o'lib ketgan, Vasit hozirgi Iroqda o'zi ishonchlik degan nomga erishgan. Hadis ulamolarininki birdek ishonchlik degan nomga erishgan, o'zi rostchil, ishonchlik, hafiz. Hatta her bir ustozlarda mezmut degan. Her bir ustozlarda rivoyat qilgan hadislari mezmut, ishonchlik deb bundaq nomlanib bergan bu kishiga. Bu kishining shu Sahih Buxoriyda 10, Sahih Muslimda 9, Sunan Nasai'da 7, Sunan Termizi'de 2, Sunan Abi Davud'da 2 hadislari bor. Endi bu zot deydi bizga Yazid ibn Suhayb al-Faqir degan kishi hadis so'zlab bergan edi deb shunday deydi. Yazid ibn Suhayb o'ziniki faqir nomi bilan mashhur. Faqir degan yer kambag'al degan bo'ldi. Lekin bu yerdagi ma'nosi faqir emas, balki shu dumbisda bel og'riydigan bir kasal kelib topib qolgan. Shuni shu bel do'ng'oq yoki bel og'riydigan deb shu sifat bilan atalgan. Amaliyotda kambag'al emas edi deyilgan. Bu kishi Mekkada, Kufalarda yashagan. Dastlabda o'ziniki xorijiy, ya'ni xavorij aqidasida yashagan. Lekin keyin bu so'zdan tavba qilib qaytgan. Hijriya 101-yili o'lib ketgan. Bu kishimi ulamolarning nazarida ishonchlik degan nomga erishgan. Masalan, Ibn Hajar, Imom Zahabiylar hadis ilmida bu kishini ishonchlik kishi deb rivoyat qilgan. Undan boshqa masalan rostchil degandek nomlarmi bu kishiga berilgan. Va bu kishining hadis rivoyat qilgan odamlarning aytdi ko'p, jumladan Jabir ibn Abdullohdan hadis rivoyat qilganligi xotirlangan. Bu kishidan hamda hadis rivoyat qilganligi aytdi ko'p. Bu kishiniki Sunan Nasai'da 4, Sahih Buxoriyda 3, Sahih Muslimda 3, Abu Davudda 1 hadis rivoyat qilingan. Bu kishi ham donliq mazhab olimlaridan Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhiniki ustozi bo'ldi. Undaqda bu kishi tabiinda, chunki Jabir ibn Abdullohni ko'rgan, Jabir ibn Abdullohdan bu hadisni rivoyat qilgan ekan, bu tabiin bo'ldi. Shunlashqa bu odam deydi, bizga Jabir ibn Abdullah xabar bergan edi deydi. Jabir ibn Abdullahning ismi Jabir ibn Abdullah ibn Amr ibn Haram. O'z Hazraj qabilasiniki Bani Salama jamiyatidan Abu Abdullah kunyasi bilan mashhur bu kishi. O'z Ansari qabila jihatdan Hazraj qabilasiga tutishdi. Madinalik odamlarning biri. Bu kishiniki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan bo'lgan do'stona aloqasi hadis kitoblarida, tarix kitoblarida bak zikr qilingan. Uning ustiga mehmon do'stlik bilan bak mashhur. Janob Rasulullohni o'ziniki uysida mehmon qilgan kichik bir o'g'loq bilan bir necha kilo un bilan necha ming odamni mehmon qilganligi bir mo'jiz yuz berganligi bu kishiniki uyda xotirlangan. Bu kishiniki uyi hozirgi shu Xandak masjidiningki yan tarafiga to'g'ri keldi. U uyning o'rni. Shu o'rin bugungi kunda masjid qilib o'tilgan. Bu kishi Hijriya 68-yili o'lib ketgan. Ba'zi rivoyatlarda 72-yil debdi. Umuman shu 70-yilniki oldi keyinlarda o'lib ketganligi xotirlangan. Bu kishiniki o'lib ketgan joyi Madina, katta buyuk sahobalarningki biri. Bu kishi nihoyatda ko'p kishilarni tarbiyalab chiqargan. Chunki Janob Rasulullohdan hadis rivoyat qilgan sahobalarning ichida eng ko'p hadis rivoyat qilgan kishi shu. Undan boshqa payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning nurg'un g'azotlarga qatnashgan, hatto Aqaba bayitiga dadasi bilan birga qatnashganligi bayon qilingan. Bu kishiningki shogirdlari Abu Said al-Khudri, bu kishining ustozlari, shogirdlari emas, ustozlari Abu Said al-Khudri, Abdullah ibn Abi Quhafa, masalan Abu Bakr Siddiq, Abu Hurayra, Umar ibn Xattob qatorliq katta sahobalardan hadis rivoyat qilgan va undan boshqa Rasulullohdan ko'p hadislarni rivoyat qilgan. Shunlashqa bu odamniki ustoz shogirdlari aytdi ko'p. Bu nurg'un tabiinlar rivoyat qilgan, bu deb o'tmadik umuman. Bu kishining hamda hadis ilmiga qo'shgan tuhfasi zo'r.
Sahih Müslim'de 447 tane hadisi var. Bukhari'de 301 hadisi var. Nesai'de 284 hadisi var. Ebu Davud'da 247 hadisi var. Tirmizi'de 187 hadisi var. Demek bu kişininki hadis ilmiga qo'shgan tuhfeleri acayip zor. Hem qandam unda bo'lmaydi. Bir hadis uchun Sham diyarlarga jiroq jutlarga bir hadisni anglash uchun atayin nurg'un necha kunlik safarlarni oylik safarlarni berib bir hadisni anglash uchun shu yig'ish uchun bunda boshdan shu hadis ilmini yig'ish uchun tuhf qo'shish uchun necha oylik safarni bossimi bir hadisni deb işte bağ'a adam bu ilmga ait yarisman Resulullah'ın hadisini toplashda, yig'ishda, rivoyat qilishda zo'r badal to'lagan buyuklarning biri bu. Bu zot deydi hamda haqiqatan payg'ambar alayhisolatu vasallam mundoq degan edi. Men 5 xislat berildi menga. Mendan burun boshqalarga bu 5 xislat berilib boqmagan edi. Ya'ni boshqa payg'ambarlarga bu xislat berilmagan edi deydi. Bu yerda bu 5 xislat berildi deganda bu 5 lam emas. Bu 5 dan boshqa nurg'un xislatlar berilgan boshqa payg'ambarlarga yoki boshqa payg'ambarlarning qavmiga o'xshamaydigan nurg'un xislatlar bu yerga berilgan. Bu yerda faqat 5 berildi degani shu umumning ichida shu 5 ni bu yerda ta'kidlab sanayotdi. Menga shu 5 xislat berildi. Bular degani boshqa xislatlarni inkor qilgan emas. Yoki bu yerda buni cheklab qayd qilib qo'ygan emas. Buni faqat 5 doiraga yig'inchoqlab qo'ygani maqsad emas bu yerda. Shunlashqa Imom Suyuti rahmatullohi alayhi Xasaisul Kubra bu xislatlar deb o'zidan ortiq xislatni atagan, sanab chiqqan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamniki va yoki mush ummatniki boshqa burunqi Bani Isroil va uningdan burunqi qavmlarga o'xshamaydigan xislatlardan o'zidan ortiq xislatni sanab chiqqan. Shunga bu yerda 5 degani hargizmi 5 bilan kifoyalanish emas. Mush umum misollarning ichidan 5 ni faqat bu yerda bildirish asosida bayon qilyapti. Birinchisi, bir oylik musofir holati turib, men qo'rqinchi bilan nusrat berildim dedi. Yani bir ay uzoqlikdagi dushmanning qalbida bir xil qo'rqinchi bor, endish bor. Yana bersa, menga zaminning hammasi masjid va pokiz qilindi. Pokiz qilindigini bu yerda tayammum qilsa durust, yani yo'lliq qilindi demakchi. Bunun qimmatlarga o'xshamaydigan tarafi, chunki ularga belgilangan shu masjidda o'qiydiganda bir masjid tilam. Biz masalan, yaning beshida, etizning beshida ya dengizning bo'yida, eriqning bo'yida degandek qanday yerda namozning vaqti kelsa o'qsak bo'laverdi. Alayda cho'qim masjidga borib o'qish yerda shart emas. Ammo burun ummatlar cho'qim masjidda o'qmasa, bularga namoz e'tiborga ilinimiz kerak. Shunlashqa mening ummatimning qandoq adam namoz vaqti kelgan vaqtida namozni o'qisin dedi. Ne bo'lsa shu yerda o'qisin demak. Uningdan boshqa menga g'animatlar halol qilindi. Mendan burun kishilarga halol qilinmagan. Burun payg'ambarlar g'animat yoki o'ljiqa vaqtida buni bir yerga to'plab yig'ib ko'ydirib etdigan, uni yemaydi ekan, ishlatmaydi ekan. Lekin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam va payg'ambarimizning ummati bu g'animatlarni turli taqsimotlar bo'yicha bo'lib ishlatsa bu durust bu yo'lliq. Payg'ambar alayhisolatu vasallam shunlashqa g'animatlarni bir yerga yig'ib o'ziga taalluq musulmonlarga, mujohidlarga ayrim holatda bularga bo'lib beradi-da shu. Uningdan boshqa burunqi payg'ambarlar o'zining qavmiga xos avatdi. Masalan, ma'lum bir payg'ambar falon qabildan yoki falon millatdan bu payg'ambar bo'ladi deydi. Shu o'zining qavmiga xos, ya Uyg'urga, ya Turkga yoki Arabga yoki Bani Isroilga payg'ambar bo'ldi deb avatildi. Shu kishilarga ham da'vat qilish majburiyati bo'ldi. Uningdan boshqa sirtqi qavmlarga da'vat qilish, dinni yetkazish majburiyati bo'lmaydi. Ammo payg'ambar sollallohu alayhi vasallam men umum xaloyiqlarga payg'ambar bo'lib avatildim dedi. Lekin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam payg'ambarlarning ichida umum butun xaloyiqqa payg'ambar bo'lib avatilgan zot. O'zining tili, irqi, har xil kishilarga. Mayli u qaysi qavmdan, qaysi millatdan, qaysi irqdan bo'lishdan qat'iy nazar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hammasininki o'rtoq payg'ambari. Miyada va otitu shafa'a degan kalim kelib qolibdi. Men shafaat izni berilgan kishiman deydi. Bu yerda boshqa payg'ambarlar shafaat qilolmaydi, yo'q, shafaat qila oladi. Chunki mu'minlar shafaat qila oladi, payg'ambarlar shafaat qila oladi. Masalan, davzaqdan osiylarni qutqizishda bir qism mu'minlarga va
başqa payg'ambarlarga bu yerda izn va ruxsat beriladi. Lekin payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning bu yerdagi shafoati buningdan oliy, martabasi buningdan yuqori, boshqa o'xshamagan shafoatlar, ya'ni darajasi yuqoriroq shafoatlarni maqsad qiladi. Masalan, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki jannat ahliga shafoat berishi, shularga jannat kirishiga shafoat berishi deymiz. Butun xaloyiqlar orasidagi masalani bartaraf qilish meselesiki şefaati deymiz ve onundan başka Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu günah kebir kılgan çok ağır günah kılganlarına şefaat bereledi. Bana bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'deki Allah'ın hususiyeti bu yerde. Ve onundan başka Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başka peygamber ve başkalar qarğa vaqtida en köp şefaat bereleydigan zat. Hem şonlaşqa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün şefaatini sahih hadislerde kelgeni boyunca kıyamet günüge saklap koygan zat bu. Alaydı şefaatini. Şonlaşqa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bir gün size sora deyilgende Allah tarafından sora. Her qanday peygamber sorab özünki arzusuga yetdi, sen mi sora degende peygamberimiz mening so'rash taklifimni, talabimni qiyomatga qoldirib qo'ydi deb shundoq degan. Mana shu maqsad bo'lishi kerak. Bugun bu hadisda bizga faqat bu yerda muhim nuqta tayammum haqida to'xtaldik. Mushadiki mana zamin ham masjid ham pokiz qilindi degandiki pokiz qilingan kalima maqsad. Ya'ni biz tayammum qilsak durust bo'ladigan tartibimiz ro'yobga chiqadigan avval bizning alaydiq xususiyatimiz deyish orqali tayammumni bu yerda yo'lliq bir kuchga ega qilyotdi. Bugungi darsimiz mushalik bo'lsin. Va sallallohu alayhi va Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.